Bugün günümüzde bizga o'xshash kishilar bu surga ehtiyojli. Va shundaqla g'albiga erishgan kishilar bu surni o'rganishga, bu surni tushunishga intayin ehtiyojli. Bu sababdan Alloh yo'lida hijrat qilib, nurg'unlagan aziyatlarni tatib, jihad qilib, fathiga va nusratga erishganlarga Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jihoddan qaytib kelgan qo'shig'i nima dedi? Sizlar kichik jihoddan cho'ng jihodga qaytdinglar dedi. Sahobalar so'radi: "Va ma jihadul akbar?" Cho'ng jihod degan nima ey Rasululloh dedi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ve barakatuhu qarindoshlar. Biz bugün Allah'ın rahmeti ve fazli bilan Qur'onning oxirgi suralaridan navbat bo'yicha, ya'ni biz oxirdan boshlab kelyapmiz. Biz bugün shu navbat kelgani bo'yicha sur nasrini o'qiymiz. Ya'ni Iza ja'a nasrulloh degan surani o'qiymiz. Bu sur nasri Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Madinada Makka fathi bo'lishni ilgari tushgan. Bu sura Makka fathi bo'lishni ilgari, ya'ni musulmonlar g'albiga erishishni ilgari tushgan bo'lsa-mu, lekin boshqacha bir uslubda tushgan. Ya'ni musulmonlar texi g'albiga azatlıqqa, fəthiga erişməgən vaxtında musulmonlarga fəthiga erişgan vaqtida qildigan ishlarni xabar berishga başlagan. Demak, bu sura musulmonlar g'alaba qilsalar, oldinglardagi bir qancha yil ichida vataninglarga kirsalar, vataninglarni fathi qilsalar emas, vataninglarni azod qilgan vaqtida munda ish bo'ladi. Sizlar munda ish qilinglar deb bu haqda nozil bo'lgan. Bundan biz ko'ralamizki, Alloh subhanahu va taolo bizga qildigan nusratini shaksiz qilib etgan. Bizga beradigan yordamini, bizning fathi qilganligimizni, musulmonlarning g'alaba qilganligi shu darajada shaksizki, Alloh subhanahu va taolo bevosita sizlar g'alaba qilganda deb gap boshlagan bu oyatda. Xo'sh, unda bo'lsa, bu oyat ikki turli odamga xitob qiladi. Del bizga o'xshash g'albiga muyassar bo'lmagan kishilar xitob qiladi. Va shundaqla g'albiga muyassar bo'lgan, fathiga muyassar bo'lgan kishilarga xitob qiladi. Shuning uchun bugungi kunimizda bizga o'xshash kishilar bu surga ehtiyojli. Va shundaqla g'albiga erishgan kishilar bu surni o'rganishga, bu surni tushunishga intayin ehtiyojli. Bu sababdan bugungi kunimizda Suriyadagi qarindoshlar mush surni yaxshi o'rganish kerak. Chunki masura fathiga erishgandan keyin fathiga nail bo'lganlarning nima ish qilish kerak ekanligini uchuq deb beradi. Xo'sh, unda bo'lsa biz dersimizni başlayalım. Yuqorida o'tganimizdek bu sura Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Madinada Makka fathi bo'lishini ilgari g'albidan, nusratdan, fathidan bishorat berib tushgan. Ammo shu uslubi bishorat bergan shaklda emas, g'albiga erishgan vaqtida qildigan ishlarni xabar berish orqali g'albining bir jazmiyat ekanligidan xabar bergan. Va shundaqla g'albining keyingi ishlardan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ko'rsatib bergan. Oldi bilan biz surani o'qiylik, undan keyin tafsilot olamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. İza jaa nasrullahi vel feth ve ra'aytan nase yedkhulun fi dinillahi afwaja. Fesebbih bihamdi rabbika vestağfirh. İnnehu kâne tevvâbâ. İza jaa nasrullahi vel feth ve ra'aytan nase yedkhulun fi dinillahi afwaja. Allah'ın nusreti, yani yardımı ve fethisi kelgan vaqtida kishilarninki dinga top bo'lib kirganligini ko'rgan vaqtingda fasabbih bihamdi robbika vastag'firhu. Sen Rabbinga hamd aytish bilan tasbih aytqin ve Allah'a istig'for etkin. Rabbinga istig'for etkin. İnnehu kana tawwaba. Hakikaten Allah subhanahu wa taala tövbeni bekmi qabul qiluvchi deydi. Hamda biz oyatni ayrim tushunib, ondan keyin bog'lab tushunamiz. Qarasanglar, ma oyat meni hafta o'ylantirgan oyat. Bunun birinchi qismi bor. Men yuqorida o'tgan. Allah subhanahu wa taolaninki g'albining keskin bo'lganligi uchun musulmonlarga g'alba qildiganligini bishorat berib o'tib emas, g'albidan killamga boshlab musulmonlarga g'albining bir taqdirga putilgan ish ekanligidan bishorat bergan. Buni aytib bir uchuq. Bu asl Allah subhanahu wa taolo iza jaa nasrullohi vel fath deb boshladi. Shunda Allohning nusrati va fathi kelsa deb. Ondan keyin bulduğu ishlarni xabar berdi. Men nima ish qo'ylandirdi desanglar, Allah subhanahu wa taolo fathi kelgandan keyin fathiga nail bo'lgan kishilarga nima dedi bilamizlar? Tasavvur qilib boqinglar, o'ylab boqinglar. Alloh yo'lida hijrat qilib, nurg'ulg'an azoblarni chekib, birisi ayoldan ayrilib, birisi bolasidan ayrilib, birisi dadasidan ayrilib, birisi quldan ayrilib, birisi putdan ayrilib, nurg'un azob chekadi. Fathiga berib bo'g'acha. Endi fathiga erishgandan keyin Alloh subhanahu va taolo mush kishilarga nimda sizlar bak cho'ng ish qilyaptinglar, xo'shlab ketinglar deganmidi? Biz cho'ng ish qil deb bilamiz, ham shunday qarashimiz kerak. Lekin Alloh subhanahu va taolo undaq demadi. Nima bilamizlar? Ikki ishga buyurdi. Robbinga hamd aytish bilan tasbih et. Rabbini pak deb bil va gunohingga tavba qil dedi. O'ylab boqinglar, Alloh yo'lida jihad qilib, fathiga erishgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo Allohga tasbih aytishga, hamd aytish bilan va shundaqla gunohiga tavba qilishga buyurdi.
Xo'sh, bu fathiga nail bo'lganlar nima uchun gunohiga tavba qiladi? Biz oyatma-oyat tushungan vaqtimizda buni texnik yaxshi tushunamiz. Oldi bilan biz tunji oyatidan boshlaylik. Iza jaa nasrullohi val fath. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda Allohning nusrati va fathi kelgan chaqda deyish orqali mu'minlarga chuqum Allohning nusrati va fathisi keldiganligini xabar beradi. Nusrat, fathi, azatliq biz iymonimizni mustahkamlanib tursaqlam, biz fathininki nusratning shartlarini ado qilsaqlam chuqum keladi. Uningda hech bir shak yo'q. Shunga Alloh subhanahu va taolo kelgan chaqda deblam gap boshladi. İkinci oyatda bo'lsa Alloh subhanahu va taolo insonlarni Allohning diniga top bo'lib kirayotgan holatni ko'rganingda. Demak, Alloh subhanahu va taolo ikkinchi oyatda Allohning nusrati va fathisi kelgan vaqtida nima ishlar yuz beradi ekan? Kishilar Allohning diniga top bo'lib kiradi ekan. Musulmonlar ojiz vaqtida, musulmonlarga yordam bermagan, bunda kuzatib baqqan, hatto oldini to'sqan, hatto haqorat qilgan, dushmanlik qilgan kishilarning Allohning yordami, nusrati kelgan vaqtida kishilarning top bo'lib diniga kirdiganligini xabar berdi. Undan biz qanday tushuncha olamiz? Din g'alaba qilishni ilgari, fathi qilishni ilgari aziz qarindoshlar. Musulmonlarning oldini to'sadigan, jihadning oldini to'sadigan, kurashning, mujodalaning oldini to'sadigan nurg'unlagan kishilar bo'ladi. Shundaqla bu islom yo'lida mangan, azodlik yo'lida mangan, kurash yo'lida mangan, jihad yo'lida mangan kishilarning kallasiga har xil qalpoqlarni kiydirdi kishilar. Aniq bo'ladi bu. Kishilar top bo'lib kirmaydi bu vaqtda. Nayt asonlik kishilar ham Allohning yo'lida mustahkam bo'lib mangdi. Mush kishilar chidamchan bo'lib va'dasida ching turib, oxirigacha sabit qadam bo'lib jihad qilgandan keyin, nusratning shartlarini o'zida hozir qilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo mana mush ozg'ini kishilarning qo'lida nusratni va fathini ro'yobga chiqaradi. Allah subhanahu wa taala mana shu ozg'in kishilarning qo'lida fathini va nusratni ro'yobga chiqargandan keyin tilg'anlar, kuzatib turganlar, haqorat qilganlar, hatto har xil gaplarni qilganlarmi top bo'lib Allohning diniga kirishga boshlaydi. Bu dini yana munda tushunsak ham bo'ladi. Allohning jihad yo'liga kirishga boshlaydi. Qalbini ko'rgandan keyin. Chunki dinning jihad ma'nosida qiladigan yeri bor. Masalan, Vahn hadisi var. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam xorliqning sababini bayon qilgan hadisda Allah subhanahu va taolo sizlar jihadga qaytmoqcha, sizlarning xorliqni ko'tarmaydi degan. Mushadagi jihadga qaytmoqcha degan iborani Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hatta tarji'u ala dinikum. Dininglar qaytmoqcha deb ifodalagan. Demak, dinning jihad degan ma'nosi bor. Demak, g'alba nusrat bo'lgan vaqtida kishilar top bo'lib diniga kiradi, jihad yo'liga kiradi. Ilgari tilganlarmi kiradi, haqorat qilganlarmi kiradi. Mana nusratdan keyin bo'lgan aniq bir ish. Buning qarta, asonlik bo'lib millatning yukini ko'tarayotganlar. Mana shunday ulug' yo'lda mengayotganlar asla ikkilanib qolmaslik kerak. Bugun tilganlar Allohning nusrati kelgan vaqtida, fathi kelgan vaqtida top bo'lib kiradi. Eng avval kirishi mumkin. Eng avval chavak chaldiganlar ashu bo'lishi mumkin. Buni reallikda ko'ryapmiz. Masalan, ilgari fathiga erishishni ilgari terrorchi bu deganlarning bugun kunimizda kurashganligini ular bilan, hatto ularni beshiga ko'targanligini ko'ryapmiz. Dunyo mana shunday. Alloh subhanahu va taolo dunyoning mohiyatini o'zi yaratgan bo'lg'achqa, bilgan bo'lg'achqa, mana nusrat kelishni ilgari ana shunday kishilarning oz bo'lganligi, ammo nusrat kelgandan keyin kishilarningki top bo'lib dinga, jihad yo'liga kirdiganligini bilgan bo'lg'achqa bizga xabar berib qo'ydi. O'zinglarning ozliqidan ikkilanmanglar, yolg'iz sirmanglar, g'ayb sirmanglar, haqorat qilib to'xtab qolmanglar. Qalpoq kigizib qo'ysa, biz mundavlab qolgan chig'imiz bor deb hargizmi ansirmanglar. Allohning nusrati keladi, Allohning fathisi keladi. Ana shunda Allohning nusrati fathisi kelgan vaqtida kishilar top bo'lib kirishga boshlaydi. Deganga Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ishorat qiladi. Ammo fathidan keyin musulmonlarning safiga qo'shilganlarningki va yoki diniy da'voning va yoki jihad yo'liga qo'shilganlarningki darajasi o'xshash bilamdi? Asla o'xshash olmaydi. Alloh subhanahu va taolo buni oyat ochiq deb qo'ydi. La yastavi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal. Fathidan ilgari, ozodlikni ilgari, va vatanimizni Alloh yo'lida ozod qilishni ilgari, oz chig'ida, haqorat qilgan vaqtida, kishilar tilgan vaqtida, kishilar har xil qalpoqlarni kiydirgan vaqtida, ma yo'lda manganlar bilan, ma yo'lda urush qilganlar bilan, ma yo'lda Alloh yo'lida chiqim qilganlar bilan, fathidan keyin xotirjam bo'lgan vaqtida, jabbo yo'q vaqtida Alloh yo'lida kurash qilganlar va Alloh yo'lida chiqim qilganlarningki farqi va hargizmi barobar emas dedi. Lekin ulg'imi savob beriladi. Va kullu va'dallohu husna. Har biriga Alloh subhanahu va taolo go'zal va'dani qildi. Har biriga Alloh subhanahu va taolo ajr beradi, jannat beradi. Lekin daraja jihatda o'xshamaydi. Shuning uchun mana shunday oz vaqtimiz bizning ko'p savobga erishib oladigan, martaba jihatda eng yuqori martabaga erishib oladigan bir fursat vaqtmi. Bugun kunimizdagi o'xshash Alloh yo'lida vatanninki, millatining g'amini yeydiganlar oz vaqtida millatining g'amini yegan, millati uchun, dini uchun pul xarjlagan kishilar bilan millat kuchlanib bo'lgan vaqtida, ozodlik erishib bo'lgan vaqtida, hamma odam xotirjam bo'lgan vaqtida pul xarjlaganlarni o'tirsa, osmon zamin farq bor. Alloh subhanahu va taolo ikkinchi oyatda nusrat va fathidan keyin bo'lgan ishlarni xabar berib bo'lgandan keyin, uchinchi oyatda nusrat va fathiga noil bo'lganlarga xitob qildi. Ya'ni nusrat va fathiga noil bo'lganlar tushib qoldigan ba'zi xatoliklardan eskartdi va shundaqla shu xatoliklarga ishorat qilib ba'zi ishlarga buyurdi. Bu qaysi? Fasabbih bihamdi robbika vastaghfirhu innahu kana tawwaba. Parvardigoringni, Robbingni madhilab
tasbih aytqin. Fatiga erishding, nusratga erishding. Buning faqat va faqat Allohdan bo'lganligini esingdan chiqarmay Allohga hamd aytqin, Allohga tasbih aytqin deydi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo fatiga noil bo'lganlarni tunji qilib hamd bilan tasbih aytishga buyurdi? Chunki mayli qanchalik taqvodor musulmon bo'lib ketsin, Allohga hamd aytib lam turmaydi ekan, minnatdorlikni Allohga bildirib lam turmaydi ekan, fatiga, nusratga erishgan odamda bir xil mag'rurlik paydo bo'lib qoladi. Bundan hech kim xoli emas, illa Allohga hamd aytib turgan, tasbih aytib turgandan boshqa. Alloh subhanahu va taolo fatiga va nusratga erishganlarni hamd va tasbih orqali mana shu mag'rurlikdan saqlanishga buyurdi. Chunki biz degan inson bir fatih qildik degan gap, bir davlatni yiqitdik, uning o'rniga yana bir davlatni qurdik degan gap. Cho'ng tag'utdan birini, zolim hokimiyatdan birini yiqitdik degan gap. Mana shunday cho'ng tag'ut va zolim hokimiyatni yiqitgandan keyin biz qildik, biz kuchdik, biz bo'lmagan bo'lsak bo'lmaydi deydigan bir narsa insonda bilib bilmay kelib qoladi. Shuning uchun mush xatolikqa, ya'ni mag'rurlikka tushib qolmaslik uchun Alloh subhanahu va taologa tasbih aytib qalbini pokiz tutish kerak. Alloh subhanahu va taologa hamd aytib qalbini cho'ngchilik va mag'rurlikdan qattiq saqlash kerak. Unda bo'lmaydi ekan, cho'ng bir xatolikka tushib qoladi. Bu sababdan ana shunday xatolikka tushib qolish ehtimoli bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo darhol fatiga va nusratga erishganlarga nima dedi? Allohga tasbih ayt va hamd ayt dedi. Ma oyat fatiga erishganlarga hargiz egri kelmaslik kerak. Chunki bu aytgan tushgan daslamida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tushgan. Allohning payg'ambariga tushgan va Allohning payg'ambarining qo'shindagi sahobalarga tushgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mush oyatga binoan Makkani fatih qilgandan keyin qanday kirgan Makkaga, tugisining ustida kallasi, tugining kallasiga tegib qolgandek darajada kallasini egib turib kirgan, kamtarlik bilan kirgan. Demak, bu oyat fatiga noil bo'lganlarniki kamtar bo'lishiga buyurdi. Chunki g'albi kimdan? Allohdan. Alloh birinchi oyatda g'albi va fatihni o'ziga nisbat berdi. Iza jaa nasrullohi val fath. Allohning yordami kelsa, Allohning fatihi kelsa dedi. Sizning fatihingiz emas, sizning nusratingiz emas. Unda bo'lgan ekan, bu fatih bilan hech bir kishining mag'rurlanish, hech bir kishining cho'ngchilik qilish haqqi yo'q. Chunki fatih kimningki? Allohningki. Nusrat kimningki? Allohningki. Fatiga noil bo'lganlarningki, fatiga noil bo'lmaganlar bilan barobar emasligi bu aniq. Lekin biz barobar emas deb cho'ngchilik qildingizmi? Cho'ng xatolikka tushdingiz. Bu xatolikka tushmaslik uchun nima qilish kerak? Allohga tasbih aytish, Allohga hamd aytish kerak. İkinci qilib Alloh subhanahu va taolo fatiga va nusratga erishganlarga gunohiga tavba qilishga buyurdi. O'ylab boqinglarmi gapni? Alloh yo'lida hijrat qilib, nurg'unlagan aziyatlarni tatib, jihad qilib, fatiga va nusratga erishganlarga Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Vastagfirhu. Allohdan mag'firat tilang dedi. Gunohingizga tavba qiling dedi. Nima uchun? Fatiga va nusratga erishganlar o'zi bilib va yoki bilmay ba'zi xatoliklarga tushib qoladi. Buning birinchisi qaysi? Bayatni deganimizdek mag'rurlik. Keyin kirganlarni tuvankirish va ularni tayyaga hayya bo'ldi deganga o'xshagan moshundaq ishlar bilan gunohga tushib qoladi. Shuning uchun fatiga noil bo'lganlar biz degan jihad qilib demasdan istig'for aytish orqali buyuk ibodatni himoya qilish kerak, saqlab qilish kerak. Ikkinchisi, ya'ni Alloh subhanahu va taoloninki ularni istig'for aytishga buyurishining sababi fatihdan keyin dunyo eshladi. Mana shu dunyo fitnesida ba'zi bir xatoliklarga tushib qoladi. Qanday desanglar, fatiha kelgan vaqtida mansablar tarqatiladi, pul mol dunyo kengayadi, maoshlar o'sadi, birisining maoshi yuqori bo'ladi, birisining maoshi tuvan bo'ladi, birisi yuqori mansabga erishadi, birisi tuvan mansabga erishadi. Maosh, mansab hammasi dunyoga oid narsalar. Buning Allohning nazdida hech bir qimmati yo'q. Lekin fatiga noil bo'lgan mujohidlar mana shu nuqtani o'zining qalbida har vaqt pokiz tutmasa, dunyodagi unvon, mansab hammasini qalbiga bog'lab olmay, qo'lida yoki shu mo'risda yoki kiygan shapkasidan tutmay, qalbining ichiga akirib olsa, cho'ng xatolikka tushadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo fatihdan keyin mana shunda xatolikka tushib qolganlik uchun ba'zi kishilarning bilib bilmay vastagfiru. Fatiga erishgan mujohidlar Allohga tavba qilinglar. Allohga istig'for aytinglar deydi. Mana bu fatiga erishgan mujohidlarning tushib qoladigan ikkinchi xatoligi. Ya'ni mansab va dunyo manfaatiga o'xshash narsalarga bog'lanib qolishi, qalbidan shu narsalar o'rin olib qolishi. Shunga fatiga noil bo'lganlar davomli istig'for aytib, qalbidan mansab mana shunday narsalarni tozalab turish kerak. Uchinchisi, ya'ni fatiga noil bo'lganlar tushib qoladigan xatoliklarning uchinchisi bo'lsa, fatihdan keyin dunyo eshlib ketadi. Dunyoda baslish paydo bo'ladi. Xotirjamlik hukm suraydi. Mana shu vaqtda o'zini dinga atgan, Alloh yo'liga atgan mujohidlar dunyoga birlab ketadi. Dunyoda baslashib qoladi, oxiratdan yiroqlashadi, qalbiga dunyo kiradi. Oxirida nima bo'ladi? Ilgari kishilar halok bo'lib ketgandek halok bo'lib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu vaqtda ayt ochiq qilib, "Men sizlarning faqirchilik qilishinglardan qo'rqmayman, balki mening qo'rqadigan ishim valakinni akhsha an tubsata alaykumud-dunya." Sizlarga dunyoning kengayib, yeyilib, kama busitat ala man kana qablakum. Xuddi sizlarning kishilarga dunyo yeyilganga o'xshash, sizlarga bu dunyoning yeyilib, fatanafasuha kama tanafasuha. Sizlarning u dunyoda musobaqa qilishib, "O manchilik pul tepdi, men manchilik pul topay" deb Alloh yo'lida qilayotgan ishlarni tashlab, dunyoda baslashib va tuhlikakum kama ahlakatum. O ilgari kishilarni dunyo halok qilayotganga o'xshash, sizlarning bu halok bo'lib ketishinglardan qo'rqaman deydi. Demak, mana bu fatihdan keyin yuz beradigan ish. Dunyo kengayadi. Dunyo kengaygandan keyin Alloh yo'lida qilgan ishlar xo'shaqmaydi. Biring degan yerga bormaymiz. Dunyo tepishlam o'ylaymiz. O pul topadi ekan, ma pul topadi ekan, pulimiz olmaydi ekan.
ekan deb mana bu shunday beslishga tushib ketimizda oxirida nima bo'ladi? Va tuhlikakum kama ahlakathum dedi payg'ambarimiz Muhammad. İlgir kişiler halak bo'lib ketgan bu shunday qilib. Dunyoda beslashib ilgir kişiler halak bo'lib ketgan. Biz mana shunday ma'noda halak bo'lib ketamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom shuni ogohlantirib bizni. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ogohlantirgan bu ish dal qalbidan keyin, patidan keyin yuz beradi. Qalbimizning Alloh qo'rqinchi azaydi, mol dunyo muhabbati ko'paydi. Mana bu vaqtda kichik jihad tugab, buyuk jihadning vaqti kelgan bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jihaddan qaytib kelgan qo'shinga nima dedi? Sizlar kichik jihaddan cho'ng jihadga qaytdinglar dedi. Sahabeler sordu. "Ve ma cihadul ekber?" Çoğun cihad degan nima ey Rasulullah dedi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Kishininki, bendeninki öz nefsi xahişi qarşı cihad qilishidi dedi. İnsanning nefsi xahişiga cihad qilishning tunji qadami nima bilan boshlanadi? Istig'for bilan boshlanadi. Allohga tavba qilishdan boshlanadi. Bu sababdan Alloh subhanahu va taolo bu surada "Vastagfirhu" ey fathiga nail bo'lgan insonlar, nusratga nail bo'lgan mujahidlar, dunyo kengayib, mol dunyoga bo'lgan muhabbat ko'payib, Allohga bo'lgan muhabbat azib, mana shundaq imtihonga, mana shundaq xatarlik ahvolga duch kelgan vaqtinglarda vastagfirhu Allohga istig'for aytinglar. Gunohinglarga tavba qilinglar. Allohga istig'for aytish orqali buyuk jihad qilinglar deganga ishorat qilgan bo'ladi. Innahu kana tawwaba. Alloh subhanahu va taolo haqiqatan tavbani bakmi qabul qiluvchi. Qarab bakadigan bo'lsak, bu oyat mana shunday Nusratdan ilgirki bizlarga umid bersa, Nusratga patiga erishgan kishilarga yo'l ko'rsatadi. Patidan keyin kishilarning top-top bo'lib diniga kiradiganligi, jihad maydonining topinadiganligi, ammo u patiga erishgan kishilarning bo'lsa, cho'ngchilik qilib xatoga tushmasligi, hamda aytishi, Allohga tasbih aytishi, butun nusrat va qalbining Allohning ekanligini isidan chiqarmasligi va shundaqla nafsi xohishi qarshi jihad qilib Allohga istig'for aytishi, gunohga tushib qolgan bo'lsa, shu gunohlar qarta tavba qilishi, Alloh subhanahu va taoloninki bakmi tavbani qabul qiluvchi ekanligini xabar beradi. Xulosa vaqtimizda bu surdan aldigan muhim nuqtalar birinchisi g'alb va patininki musulmonlarning taqdiriga putilgan ish ekanligi. Musulmonlar uning sababini, omilini qilsalam cho'qim erishadiganligi va shundaqla islom da'vatida g'albidan ilgari kishilarning oz bo'lganligi, ammo g'albidan keyin top-top bo'lib kishilarning kiradiganligi, shunga musulmonlarning ikkilanmay qadamida mustahkam turishining muhimligini uchinchi qilib pathiga va nusratga erishganlarningki Allohga tasbih hamda istig'for aytish orqali u buyuk savobini qo'g'dishi, himoya qilishi, nafsi xohishiga ergashmasligi. To'rtinchisi Allohning nusrati va patisiga nail bo'lganlarningki har vaqt u patining, u nusratninki Allohga oid ekanligi, Allohning ekanligi hargiz o'ziga nisbat berib mag'rurlanib qolmasligi, har vaqt Allohga tasbih hamda istig'for aytish orqali qalbini mag'rurlanish, cho'ngchilik qilish, boshqalarni tuvan ko'rishga o'xshash mush xil illatlardan o'zini saqlashga buyurganligini bu surdan ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bu surni to'g'ri tushungan va amal qilib nasib bo'lsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.